Biz mana hozir mashina bozoriga keldik. Litvani Kaunas shahrida mashina bozori. Juda ham mashinalar bu yerda arzon. Mana BMW X1 bor ekan, 2011-yil yurgan. 6390 yevroga. Qaranglar. Bitta Gentrani puliga bunday qarasanglar, BMW beradi bu yerda. Mana Captiva, o'zimizning Captiva ham bor ekan. Necha ekan yil? 2012-yil mana Captiva. 5990. 6000 yevro. Juda ham arzon bu yerda mashinalar bor. Toyota 2016 7200 yevro. Volvo'ni ko'ringlar, sostavasi zo'r ekan. 2010 7150 yevro. Qaranglar. Bizda olingan Cobaltlarning puliga bu yerda inomarkalar beradi, zo'r. Juda ham ko'p. Mana Mercedes ko'ringlar-chi. Bu D bo'lsa Germaniyaning nomeri ekan bu. Mana 2018-yil Mercedes S200 talik ekan, 11900 yevro ekan. Holatini ko'ringlar, ash ideal. Chotki. Balonlari ham hali yaxshi ekan. BMW har xil. DLF Germaniyaniki, F bo'lsa Fransiya bo'ladi, har xil. Mana 2013-dan 6750 yevro. Mana yana Captiva bor ekan, o'zimizdaniki. Bu ham D ekan, germanskiy. 2012 5450 yevro. Juda katta bozor ekan bu yerda mashinalar. Mana bu BMWni ko'ringlar-chi. Bu 15950 ekan, 2015 BMW X3 ekan bu. Kojinli salon. Balonlar asal yedirilibdi lekin. Bu yerda ham bor ekan mana bunaqa. Kupeliklar, BMWlar, ikkita eshikli. Biz ayollarga zo'r bu. Sportiv nisbat. BMW dizelli ekan, salarkada yuradigan. 7200 yevro. 2008 ekan yili. Shunaqa mashinalar bu yerda juda arzon. Ko'pi bo'ladi shu o'zini nemetskiy mashinalar ko'p bu yerda. Mercedes, Nissan, Volvo, Toyota'lar ham ko'p ekan lekin. Shunaqa mashinalar juda arzon bu yerda. Savdo bo'linglar.